Mabtun, men hozirligi qilyotgandim. Bu qizni o'zi ketib turtiyardi-da, men uncha-buncha turtilayotgan bola emasman. Bo'ldi o'tkir aka, tushuntirish shart emas. Men sizni tushundim. Bu qiz o'ziga sizga turtilgan, varolari sochilib ketgan. Siz esa varolarni yig'ib bu qizga yaxshilik qilgansiz. To'g'rimi? Rahmat, Mabtun. Men sizning bolangizni tushuntiraman. Voy, bu asal bolani onasini shirinligini. Men bolangizni. Haligi qilyapti. Bu meni bolam emas. Mabtun. Bo'ldi o'tkir aka, men sizni tushundim. Bu qiz narsa olayotganda pulini olishga qiynalgan, siz bolaga qarab turib yaxshilik qilgansiz. Ha. Qara ikkovimizga flavis oldim. Menga onarligi, senga meniki Amerikadan keltirilgan moviy malinaligi. Ta'mi vashi zo'r. Buni hamma magazindan topsam bo'ladi. O'tkir akammi? Yana kimgadir yaxshilik qilyaptilar. Jiring ichkari kiramiz. Uyga kirib ketdimi? Jonim ko'mak. Boyag'i, haligi Abbosov sizlar haligi bilyapti. Yaxshilik. Ha, yaxshilik qilyaptim. Hamma yaxshilik bilan tugamaydi-da, ha?